Erimdan ajraganimga 2 yil bo'lgandi. Men ayolligimni unutgandim. Toki o'sha kuni opamning uyida pochchamning qaynoq nafasi orqamdan kelib pichirlamaguncha, opangiz bilmaydi, Farangiz. Hech kim bilmaydi. Mening ismim Farangiz. 26 yoshdaman. 2 bolam bor. Erim bilan ajrashib, ota-onamnikiga qaytib kelganman. Yoshlikdan juda sho'x erkak qiz bo'lib o'sganman. Ammo turmushim o'xshamadi. Erim bilan 2 yil avval ajrashganimdan beri men faqat bolalarimning onasi, ota-onamning esa baxti kulmagan qizi edim. Ayolligim u allaqachon so'ngandek tuyulardi. Tanam mehrga, e'tiborga shunday muhtoj ediki. Opam Ziyoda mening hamma narsam. U maktabda o'qituvchi. Pochcham Akmal esa u juda mehribon, hazilkash odam edi. Taksi haydardi, ammo oilasini hech narsaga zor qilmasdi. Men opamga yordam berish uchun tez-tez ularnikiga borib, jiyanimga qarab turardim. Pochcham meni o'z singlisidek ko'rishini aytardi. Odatdagidek opam ishda edi. Men jiyanimni uxlatib oshxonada ovqat qilayotgandim. Yarim tushda pochcham ovqatlanishga keldi. Assalomu alaykum, singiljon, charchamadingizmi, dedi o'sha mayin ovozida. Yo'q, pochcha, rahmat. Keling, ovqat tayyor, dedim jilmayib. U ovqatlanib o'tirarkan, menga g'alati tikilib qoldi. Farangiz, siz juda chiroyli ayolsiz. Eringiz ahmoq ekan. Bu gapdan qizarib ketdim. Qo'ysangizchi, pochcha. Men idishlarni yig'ishtirayotgan edim. U orqamdan keldi. Men o'girilmadim ham. Birdan uning issiq qo'llari belimdan quchoqlab oldi. Uning yuzi bo'ynimga tegdi. Nima qilyapsiz, pochcha? Opangiz homiladorligidan beri men qiynalib yuribman. Siz menga shunday yoqasizki. Men shokka tushdim. Yig'lab yubordim. Opam bilsalar o'ldiradi-ku ikkalamizni ham. Qo'rqmang. Hech kim bilmaydi. Bu bizning sirimiz bo'ladi. Men sizni anchadan beri yoqtirib qolganman. U shunday derkan, lablarimdan o'pdi. Men qarshilik qilmadim. Nega? Chunki ko'rmaganimga 2 yil bo'lgandi. Ehtiroslarim uyg'onib ketgandi. Ayolligim u o'lmagan ekan. Uning quchog'i shunday kuchli, o'pichi shunday otashin ediki. Yo'q, qo'rqaman, dedim u, lekin o'zim uni mahkamroq quchoqlab oldim. U meni ko'tarib gilam ustiga yotqizdi. Uning vujudi qaynoq edi. Uning qo'llari ko'kraklarimni shunday ehtiros bilan ezg'iladiki, men urib yubordim. Bu lazzat, bu men unutgan his edi. U shimini yechib, o'zining qattiq turgan vujudini oyoqlarim orasiga tiradi. Men butunlay taslim bo'lgandim. Shu payt eshik taqilladi. Opam. Biz chaqmoq urgandek sakrab turdik. Akmal shoshib kiyimlarini kiyarkan, baland ovozda baqirdi. Farangiz, ovqatni tezroq suzing, ishga kech qolyapman. Men ham o'zimni o'nglab, xo'p, hozir, pochcha, dedim qaltirab. Eshikni pochcham ochdi. Opam kirib keldi. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, opa, pochchamga ovqat suzayotgandim, dedim yuzim yonib. Opam u hech narsani sezmadi. Pochcham ishga ketdi. Men ham kechqurun uyimga qaytdim. Yarim kechasi telefonim jiringladi. Pochcham. Farangiz, men chiday olmayman. Chiqa olasizmi? Syurprizim bor. Yuragim gupillab ketdi. Men xo'p dedim. Chiqdim. Mashinasida gul. U meni aldardi. Yuring, bir joyga olib boraman. Gaplashib o'tiramiz. Men yo'q deya olmadim. Yuragim qayerga borishimizni sezib turgandi. Mehmonxona. U 1 soatga xona oldi. Biz xonaga kirishimiz bilan u menga yopishdi. Kiyimlarimni yirtib yuborayozdi. Men ham buni shunday xohlardimki. Biz yalang'och holda karavotga yiqildik. U butun tanamni ochofatlik bilan o'pardi. Jonim, buncha shirin bo'lmasang. Uning qaynoq vujudi ichimga kirganda men lazzatdan baqirib yubordim. Bu men erimdan hech qachon olmagan otash edi. U to'xtamadi.
Uning har bir zarbasi meni ham gunohga, ham jannatga olib chiqardi. Bizning nafasimiz bir-biriga qo'shilib ketdi. U shunday kuch bilan siqardiki, "Ichingga tashlaymi, jonim?" dedi u hansirab. "Ha", dedim men o'zimni yo'qotib. U chuqur ingrab ichimga otdi. O'sha qaynoq suyuqlik bu lazzatning cho'qqisi edi. Biz 1 soat ichida yana va yana sevishdik. U meni shunday mahorat bilan lazzat cho'qqisiga olib chiqardiki, men unga butunlay qaram bo'lib qolgandim. "Sizni yaxshi ko'raman", dedi u, "endi har doim shu joyga kelamiz." Men unga ishonardim. Bizning yashirin hayotimiz boshlandi. Haftada bir necha marta o'sha mehmonxona bizning uchrashuv joyimizga aylandi. Men o'zimni baxtli his qilardim. Ammo bu baxt gunoh ustiga qurilgandi. Va gunohning mevasi uzoq kuttirmadi. Men homilador bo'lib qoldim. Unga aytganimda u vahimaga tushdi. "Nima qilamiz? Opang bilmasligi kerak." U menga pul berdi. Men bolani oldirib tashladim. Oradan yarim yil o'tdi. Biz yana ehtiyotkorsiz edik. Men yana homilador bo'ldim. Va yana men uni oldirib tashladim. Men opamning baxtini buzishdan qo'rqardim. Yoki shunchaki bu otashin lazzatni yo'qotishdan qo'rqardimmi? Hayot davom etardi. Men mazza qilib yashardim. Opam hech narsani bilmasdi. Men shunday deb o'ylardim. Bir kuni opam qo'ng'iroq qildi. "Farangiz, uyga kel. Akmal akang mazasi bo'lmayapti." Men yugurib bordim. Uyda odam ko'p. Tez yordam mashinasi. Yuragim bir narsani sezgandek gupillab urardi. Ichkariga kirdim. Opam devorga suyanib, rangi oqarib ketgandi. U menga qaradi. Uning nigohlarida na qayg'u, na yosh bor edi. Faqat sovuq bir nafrat. "Nega kelding?" dedi u pichirlab. "Opa podshamga nima qildi?" "O'ldi", dedi u o'sha sovuq ovozda. Men qotib qoldim. "Nima? Qanday?" Opam menga yaqinlashdi va mening yuzimga qattiq shapaloq tortdi. "Hammasi sen tufayli. Fohisha." Men nima deyishni bilmasdim. "Opa, men hammasini bilardim", deb baqirdi u, "sizlarning o'sha mehmonxonangizni ham, abortlaringni ham." Men bugun unga aytdim. Hammasini. U chiday olmadi. Yuragi to'xtadi. U yerga o'tirib, endi chinqirib yig'lay boshladi. Men uni sevganim uchun indamagandim. Sen singlim emassan. Qotil. Men nima qilib qo'yganimni o'sha soniyada tushundim. Men mazza qilib yashaganim qoldi. Ammo men opamning hayotini barbod qilgandim. Men odam o'ldirgandim. Men yugurib uydan chiqib ketdim. Ortimdan opamning la'natlari eshitilib qolardi. Mening real hayotim o'sha kuni tugadi. Endi men tirik murdaga aylangandim.